Pavlusning Rimga safari. Havoriylar faoliyati kitobi 21-dan 28-gacha bo'lgan boblar. Pavlus hamrohlari bilan Quddusdagi jamoatga kelganlarida, u yerdagi iymonlilar ularni xursandchilik bilan qabul qildilar. Pavlus ularga Xudo g'ayriyahudiylar orasida qanday ishlar qilgani haqida batafsil gapirib berdi. Shunda barchalari Xudoga hamdu sanolar aytib, uning qudratli kalomi uchun minnatdorchilik bildirdilar. Biroq ularning bu xursandchiligi uzoqqa cho'zilmadi. Pavlus Quddusga kelganiga 7 kun bo'lganda qurbonliklar keltirish va atagan nazrini berish uchun ma'batga bordi. U yerda esa yahudiylar uni darhol tanib qolishdi. Ular Pavlusni tutib, uning yahudiylarning qonuniga qarshi ta'lim berib yurganlikda hamda ustiga ustak g'ayriyahudiylarni ma'batga olib kelib, muqaddas joyni harom qilganlikda ayblashdi. G'azablangan odamlar Pavlusni o'ldirish uchun ma'batdan sudrab chiqdilar, chunki bu ishni ma'batda qila olmas edilar. Shunda Rim qo'shini mingboshchisi Klavdiy butun shahar oyoqqa turganini ko'rib, Pavlusni kishan bilan bog'lashni va qal'aga olib borishni buyurdi. Yo'lda ketayotib Pavlus undan xalqqa gapirishga ijozat so'radi. U yahudiylarga qanday qilib iymonga kelgani va gunohlari kechirilgani haqida gapirib berdi. Yahudiylar avvaliga uni diqqat bilan tingladilar. Biroq Pavlus Xudo uni boshqa xalqlar, ya'ni majusiylarga xushxabarni va'z qilish uchun yuborganini aytganda, xalq ovozi boricha shovqin soldi. "Bu odam yashashga loyiq emas!" deb qichqira boshladilar. Klavdiy mahbusning so'zlari xalqning g'azabini qo'zg'atganini ko'rib, odamlariga Pavlusni qal'aga olib ketishni, uni qamchilab so'roqqa tutishni buyurdi. Shunda Pavlus Rim fuqarosining biron aybini isbotlamay turib, uni qamchilash qonunga muvofiqmi deb so'radi. Rimliklar vahimaga tushdi. Uni so'roq qilmoqchi bo'lib turganlar o'sha zahoti undan qo'llarini tortdilar, lekin kishandan ozod qilmadilar. Ertasi kuni Pavlusni Oliy kengash qarshisiga olib kelishdi. Muhokama vaqtida tomonlar o'rtasida tortishuvlar yuzaga keldi. Birlari Pavlusni qoralar, boshqalari undan hech qanday ayb yo'qligini aytishardi. G'ala-g'ovur kuchayib borar, yahudiylar har tomondan Pavlusni qisib qo'yardi. Odamlar Pavlusni o'ldirib qo'yishidan qo'rqqan Klavdiy odamlariga uni qal'aga olib ketishini buyurdi. O'sha kuni tunda Pavlusga Rabbimiz Iso zohir bo'lib, shunday dedi: "Dadil bo'l. Sen Quddusda men uchun qanday guvohlik bergan bo'lsang, Rimda ham shunday guvohlik berishing kerak." Uzoq davom etgan muhokamalar hamda yahudiylarning Pavlusga qarshi bir necha marta suiqasd uyushtirganlaridan so'ng, nihoyat uni imperatorning hukmiga topshirishga qaror qilishdi. Pavlus Rimga borishi va u yerda Iso Masih haqida xushxabarni bevosita imperatorga va'z qilishi kerak edi. Pavlusning Rimga kema safari Qaysariyadagi bandargohdan boshlandi. Oldinda uni uzoq va xavfli sayohat kutar edi. O'rta Yer dengizida yilning bu paytida qattiq bo'ronlar bo'lib turardi. Shu sabab dengizga yelkanli kichkina yog'och kemada chiqish har jihatdan xavfli edi. Pavlus kemachilarni bu haqda ogohlantirdi, ammo ular unga quloq solmadilar. Kunlarning birida nihoyatda kuchli bo'ron ko'tarildi. Baland to'lqinlar kemani qattiq chayqatardi. Kemani qutqarib qolish uchun ular kemadan yuklarni uloqtira boshladilar. Biroq vaziyat tobora yomonlashib borardi. Bir necha kun kema shamol yo'nalishi bo'ylab suzib yurdi. Odamlarda o'z hayotlarini saqlab qolish umidlari so'ngan edi. Shunda Pavlus shamolning shovqini orasida ovozini boricha baqirib dedi:
Do'stlar, dadil bo'linglar. Oramizdan hech kim nobud bo'lmaydi. Faqat kemadan ayrilamiz xolos. Men sajda qiladigan Xudoyim o'tgan kuni menga, "Qo'rqma Pavlus, sen Qaysar huzurida bo'lishing kerak" dedi. Do'stlar, dadil bo'linglar, chunki Xudo xuddi menga aytganidek qilishiga qattiq ishonaman. 14-kuni dengizchilar quruqlikni ko'rib qolishdi. Biroq unga yaqinlashishning ilojini qila olmadilar. Kema sayoz joyga tiqilib qoldi. Old qismi qumga tiqilib, qimirlamay qoldi. Orqa qismi esa to'lqinlar shiddatidan parchalana boshladi. Lekin shunga qaramay, odamlarning hammasi qutqarildi. Ular eson-omon qirg'oqqa yetib oldilar. Egamiz o'z so'ziga sodiq qoldi. Dengizchilar va yo'lovchilardan hech kim cho'kib ketmadi. Hatto shikastlanmadi ham. Endi Iso Masihning nomi Rimda ham ulug'lanishi uchun Pavlusda Xudoning rejasini amalga oshirishga yo'l ochilgan edi. Egamiz Pavlusning Rimga kelishiga ajoyib imkon yaratdi. Pavlus esa imperator huzurida Iso Masihga bo'lgan e'tiqodi haqida gapirish imkonini bergan Xudoga minnatdorchilik bildirdi. Pavlus Rimga mahbus sifatida emas, balki Isoning shohidi, samoviy shohning elchisi sifatida kirib keldi.